Hurmatli obunachilar, bugun sotuvimizda Xitoyda ishlab chiqarilgan spalni garnitur, zal kompleks, jiloy kompleks sotuvga kelgan. Spalni garniturimiz ko'rsatilib biladi. Kravatlariga yangi matras tashalgan. Hiba ortopedika kravatimiz bosh taraflariga e'tibor qaratadi. Juda ham akkuratni ishlab chiqarilgan skromli modelimiz. Ikkita tumbuchkasi, ustidan tortmalari bor. Oyoq taraflari ham juda ham zo'r holatlarda turibdi. Shkofimiz ko'rsatilib biladi. Shkofimiz 6 eshikli qilib ishlab chiqarilgan. Sassinasi prosta bomba holatda. Ichlarni ochib ko'rsataman. Ichkalari shunaqa polka, vishilkalik qilib, bu tomonlari polkalik qilib ishlab chiqarilgan. O'zini отдельно bitta komodchasi, tabrutkalari bor. Sassinasi ideal holat turibdi. Ortiqcha ta'rif bermaymiz. Zal komplektlari o'zini отдельно shunaqa gorkasi bor. Holatlari idealni ko'rsatilib biladi. Ichida qalin oynalar qo'yilgan. Ichlarni ochib ko'rsataman. Ichlari ham keng holatda turibdi. Va o'zini chiroyli shunaqa bitta komodchasi ham bor. Komodchasiga отдельно e'tibor qaratamiz. Eshiklari shunaqa figurnik ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Oynalari ham hammasi cho'tka holatda turibdi. Ushbu mebellarimiz kimga yoqqan bo'lsa, videomizga bitta like bosib ketinglar. Narxi qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiramiz. Ushbu raqamlarga telefon qilib narxini so'rab olishingiz mumkin. Bizlarni kuzatishga davom etinglar. Siz uchun biz har doim ajoyib mebellarni obzor qilishga harakat qilamiz.